Qamar quyosh tug'ilganda o'lib ketgan edi. Biroq u yulduzlarning oldida yig'ilmadi. Shoir kitob o'qishga boshlaganda o'lib ketgan edi. Biroq u keyin xili dangliq she'rlarni yozdi. Qo'shnan sana osh sunmagan kuni o'lib ketgan edi. Biroq u sendan uzun umr ko'rdi. O'g'il dadasini bazmixonada ko'rganda o'lib ketgan. Biroq u dadasining xizmatini o'lga chiqildi. Ana balasi alayganda o'lib ketgan. Biroq u balasini qarg'ib etmedi. Qiz yigit va'da berishga boshlaganda o'lib ketgan. Biroq u bugun yig'ilgandan ati yig'ilgan yaxshi dedi. Yigit qiz huzurlanishga boshlaganda o'lib ketgan. Biroq u va'dalari vajidan o'zgarmay yashashga majbur bo'ldi. Bir odam cho'ng bo'lganda o'lmasligi mumkin. Biroq kichiklikni unutib ketganda shubhasizki o'lib ketadi. Bir odam beg'uborlikdan barbirlikka halqiganda o'lib ketadi. Dunyoning sat ishlari uning soddaligiga hujum qilganda o'lib ketadi. Shundan keyin u iskelet kabi hissiz yashaydi. Ularning yuragi kechida balki tirik, kunduzi yerim o'lik, ya'ni iskelet. Palani burun yaxshi odam edi. İçmeydi, çekmeydi deb gap başlaydı Pokoni. Meni tushunmaysizlar, bo'ldilar deb o'zini tushundirolmaydi Palani. Bu dunyoda hayron qolgudek nima ish bor? Ko'tirgili bo'lmag'idek nima tashvish bor? O'ladigan ish bo'lsa-mu, kechalari uxlag'ili bo'ladi. Durust, bu odamlar iskelet odamlar. Ular o'zini dunyoning razil taraflarini ko'rish va ko'nish bilan cho'ng qiladi. Ular qachonki manchi issiq sovuqni ko'rib bo'lganda, manchi ishtonni yeritib bo'lganda, ondan turmush peshvosi hisoblanadi. 2000 yil. 2000 yil odamlarni nima qilyapti? 2000 yil. Ular o'zining o'lib ketganligini bilmaydi. Hargiz bilmaydi. Nemi ishlar? Sumruq chinar darxini topolmadi. Sumruqning irodasi kamchilmi yoki bog'van chinarni kesivatdimi? Ulardan biri iskelet. Kuz fasli jami mavjudot sarg'ayib o'lishga boshladi. Daraxt tashlavatdimi yoki yaproqning ketkusi bormi? Ulardanmi biri iskelet. Ular kazzob. Ular yağmurni yaxshi ko'rmaydi. Bo'lmasa nemishqa kunlik tutib oladi. Aniqki iskelet. Gachi gasqa amaning arvoh ko'rginini aytib beradi. Mana bu hayot. Shu qadar yolg'on. Qaynoqlikdan keyingi jimjitlik. Ruh iskeletlarida bir dövi iskeletlar. Hammamiz uydan talog'i chiqqanda o'lib ketgan. Shundan beri midirlayotgan u iskat, chaqirilayotgan u ism, yashayotgan u maxluq faqat bir iskelet odam. Nechun jinimiz chiqmay turib o'lib ketamiz? Nechun paqlandek simiz turib bir tera, bir so'ngak iskeletga aylanib ketamiz? Nechun hayot orzuliq emas? Misol gül bo'lsa mo'dan, ko'p bo'lsa kattiran.